Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Eronga qayta zarbalar berishga tayyormiz. AQSh urush vaziri. Frontda yangicha urush. Rostovdan Qrimga boradigan yo'l ajal makoniga aylandi. Medvedev yevropaliklar uchun xotirjam uyqu tugaganini aytdi. Polsha bosh vaziri NATOni bunga jiddiy yondashishga chaqirdi. Endi esa batafsil. Rossiyadagi hamyurtlarimiz diqqatiga. Agar sizga трудовой договор, NN, уведомление, deport запретni tekshirish va boshqa shunga o'xshash hujjatlar kerak bo'lsa, bizga bog'lanishingiz mumkin. Xizmatlarimiz arzon va ishonchli. Murojaat uchun hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Eronga qayta zarbalar berishga tayyormiz. AQSh urush vaziri. AQSh agar kelishuvga erishilmasa, Eronga qarshi hujumlarni qayta boshlashga tayyor. Bu haqda 30-may kuni Qo'shma Shtatlar urush vaziri Pit Hegseth aytib o'tdi. Bu haqda Reuters xabar berdi. Hozirda Washington va Tehron muzokarachilari kelishuvga to'sqinlik qilayotgan jiddiy kelishmovchiliklarni bartaraf etish ustida ishlamoqda. Agar zarurat tug'ilsa, biz hujumlarni qayta boshlashga to'liq qodirmiz. Bizning zaxiralarimiz ham mintaqada, ham butun dunyo bo'ylab bunga mutlaqo mos keladi. Shuning uchun biz juda yaxshi holatdamiz, dedi Hegseth Singapurdan turib. Hegseth Osiyoning mudofaa bo'yicha yetakchilari, harbiylari va diplomatlari ishtirok etadigan asosiy forumi Shangri-La muloqotida nutq so'zladi. Uning ta'kidlashicha, AQSh Eron bilan urushga kirishganiga qaramay, Osiyo Tinch okeani mintaqasidan yuz o'girmagan. Biz bir vaqtning o'zida ikkita ishni qila olamiz. Biz mudofaa sanoati bazamizni jadal rivojlantirmoqdamiz. Tez orada o'q-dorilar ishlab chiqarishni 2, 3, hatto 4 barobarga oshiramiz. Bu dunyo bo'ylab barcha tezkor rejalarimizni to'g'ri moliyalashtirishni ta'minlash uchun amalga oshirilmoqda, deya qo'shimcha qildi u. Pentagon rahbarining so'zlariga ko'ra, prezident Donald Tramp sabr-toqatli va u Eronning yadroviy qurolga ega bo'lmasligini ta'minlaydigan ajoyib bitim tuzmoqchi. 29-may kuni Tramp Eron urushini tugatish bo'yicha taklif yuzasidan yakuniy qaror qabul qilishini ma'lum qilgan edi. U buning uchun Oq uyning maxsus xavfsiz xonasida uchrashuv o'tkazdi. Ushbu taklif aprel oyi boshida o'rnatilgan sulh muddatini yana 60 kunga uzaytirishni ko'zda tutadi. Bu muzokarachilarga mojaroga butunlay chek qo'yish uchun vaqt beradi. Есть кто живой? А не, забрали, наверное, их, слышишь? Забрали, наверное, говорю. Вроде нету никого. Поехали отсюда быстрей. Гражданская машина. Фуру сожгли. Ё-моё. Этого вчера ничего не было. Короче, в меня чуть не попал, либо вот в этого. Остановился, бля, я. В туалет попал, врезался. В туалет врезался. Frontda yangicha urush. Rostovdan Qrimga boradigan yo'l ajal makoniga aylandi. Rostov oblastini anneksiya qilingan Qrim bilan bog'lovchi R280 Novorossiya federal trassasi bo'ylab harakat Ukraina drollari zarbalari tufayli to'xtatildi. Bu esa yarim orolda benzin taqchilligini yuzaga keltirdi. Yoqilg'i qo'yish shoxobchalarida kuniga 20 litrdan ortiq benzin sotib olish mumkin emas. Ko'plab zapravkalarda umuman yoqilg'i qolmagan. Ukraina mudofaa vaziri Mikhail Fyodorov Ukraina qurolli kuchlari Rossiya armiyasiga front ortida bosimni kuchaytirish va uning faol hujum harakatlarini olib borish imkoniyatlaridan mahrum etish uchun logistika lokdaunini boshlaganini ma'lum qildi. Zaporojye oblastining anneksiya qilingan qismining Rossiya tomonidan tayinlangan rahbari Yevgeniy Balitskiy 29-may kuni Ukraina qurolli kuchlari masofadan minalashtirishning kompleks tizimini qo'llayotganini aytdi. Dronlar portlovchi qurilmalarni yo'llarga joylashtirib chiqadi va harakat qayd etilganida ular ishga tushadi. Balitskiy haydovchilardan zarurat bo'lmaganda safarga chiqmaslikni so'ragan. Zaporojye oblastining anneksiya qilingan qismi transport vaziri Nikolay Lukashenko esa Qrimdagi trassa odatiy rejimda ishlayotgani va uzoq muddatli to'siqlar yo'qligi, ammo yo'lning ayrim uchastkalarida harakatlanishda operativ vaziyatga bog'liq ravishda muammolar bo'lishini aytgan. Xerson oblastining anneksiya qilingan qismida 21-maydan boshlab Qrimga boradigan yo'l bo'ylab safarga chiqish cheklandi. Hududning Rossiya tomonidan tayinlangan gubernatori Vladimir Saldo tegishli farmonni imzoladi. Harbiy yuklar, yoqilg'i, dori-darmonlar va tez buziladigan mahsulotlarni tashiydigan transport vositalari bundan mustasno.
29 may kuni Saldo, Xerson va Zaporojye oblastlari chegarasida dron tomonidan qo'yilgan mina portlashi oqibatida KAMAZ haydovchisi halok bo'lib, yana bir necha mashinaga shikast yetkazgani haqida xabar berdi. Minalar yo'lning qatnov qismiga va yo'l chetlariga tashlangan. Ular harakat vaqti ishga tushadi. Shuning uchun fuqarolik transporti uchun ajalvor xavf tug'diradi, deb yozgan Saldo Telegramda. BBC jurnalistlari bilan suhbatlashgan ekspertlar Qrimga boradigan yo'lni Ukraina drollarining asosiy nishonlaridan biri deb atashdi. Atom Mundi tahlil markazida ishlovchi Osin tadqiqotchi Kleman Molinning hisob-kitoblariga ko'ra, trassada 150 ta avtomobil yo'q qilingan. Bu faqat u tekshirib tasdiqlay olgan ma'lumotlar, aslida esa yo'q qilingan mashinalar soni 2 barobar ko'p bo'lishi mumkin. Balistik dushman Qrimga quruqlikdagi yo'lakka zarba berish orqali blokada illyuziyasini yaratishga harakat qilayotganini aytgan. Saldo esa Ukraina qurolli kuchlari hujumlarini Leningrad qamali bilan taqqoslagan. Bu surbetlarcha vahshiylik. Bunday xatti-harakatlar o'zining shafqatsizligi bilan Leningradning fashistlar tomonidan qamal qilinishini eslatadi. O'shanda dushman odamlarni